Ko'rayotganinglar Güzel Hayat programması. Changja guruhi mashinsozlar uy-mulk, qurilish binokorlik, oliy mehmonsaroy ichish, sayohat rayoni ichish, yemak-ichmak ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, Güzel Hayat programmasi orqali salomini yo'lladi. Changja guruhi mahirlarga omad tilaydi. Qadrli görmən dostlar, yaxşımısınızlar? Mən dostunlar Şəmsiyə Əbeydulla. Көрüyatqanыңlar Şinjan Jakar Mədəniyyət Tarqıtı Çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Changja guruhi xas namını üstüge alğan Şinjan Şulubao şirkəti alayda tələb qılğan etibar tor sodu şəhərçisi alayda qollagan Şinjan Buğda guruhi bilan Şinjan Arqavul yemək-içmək zavodi alayda tavsiya qılğan Güzel Hayat programması. Köpəkillik pip dedi. Xoş qadrli görmən dostlar, aldı bilan naq meydanğa qadam təşrif qılğan əziz mehmonlarni tanıştırıb ötümən. Şinjan Changja guruhining lideri Mehmet Tursun efendim, hoş geldiniz. Şinjan Şulubao şirketining obraz vakili Nur Muhammed muallim, hoş geldiniz. Şinjan İdiya Karxana Başquruş şirketining oliy maslahatchisi Sıdıqcan To'xta efendim, hoş geldiniz. Şinjan Sanat Yurti Naqshi Usul Ömükining yosh naqshchisi Gao Ang efendim. Etibar Tor Soda şəhərçisinin qurğucusu Asqar efendim, hoş geldiniz. Şinjan Buğda guruhining lideri Muzaffar Osman efendim, hoş geldiniz. Programımızdaki yeni bir konu mehmanını tanıştırıp ötümen psixik maslahatchi Ali Qurban efendim. Her san Güzel Hayat programımızda biz güzel hikayelerini görüyoruz, təsirleniyoruz, hayacanlanıyoruz. Kişilərning məsələlərini həll qilishki, yaxşı usullarını görüb özümüzə örnek eləvatımız, yaxşı bo'lmagan tərəflərdən ibrat eləvatımız, mundaqca aytqan vaqtda nurg'un narsalarni o'rganyapmiz, his qilyapmiz. Undaqda bugun Güzel Hayat səhnimizə keladigan mehmonimiz zodi kim? U bizga qanday hikoyalarni, qanday yaxshi mazmunlarni olib keladi, birlikda ekran orqali ko'rib boqaylik. Ekrandagi qadrli ko'rmalar, ko'rayotganlar Jakar Madaniyat Tarqitish Çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Changja guruhi xas namını alğan Güzel Hayat programması. Mən meydan sirtidagi riyosatchi do'stinglar Almira Farhat. Programımızın təşviqatını ko'rgan do'stlarimiz bilishi mumkin, o'zining orzusini amalga oshirishni xohlaydigan shundaqla hayotining har bir minutlarini texmi ma'nili o'tkazgisi bor bo'lgan do'stlarimiz to'xtamasdan tizimlatyapti. Güzel Hayat programımızdaki xas namını alğan Changja guruhining baş lideri Mehmet Tursun efendim albatta her bir sonraki mahirlarimizni bir qo'lliq tanlab berdi. Ha, kelam. Bugün yana bir yangi songa mahir tanlab deb shu. Tanlaymiz, qachon keladi deb aytgan yaxshi tuzab tutildi. Yo'q. Mübarek olsun 256. numaralık mahir Hollanda. Güzel. Ciddi ya. Bu bir alayda. Vay, bu programma alayda da muqanışdı da, himdigen pezdim abi. Bugün hemmeyle bu vaqtımı alayda meyvini çıqqan. Qiziq bo'ldi. To'g'ri, ne qildi gap qildi? Vaqtim programmamiz texim qiziydigan bo'ldi-mi, valla. To'g'ri. Cho'qib vaqtida ko'rallar. Programımızın tığımı qizish uchun mahirimizga Changja guruhi nomidan yana bir qitim omad tilaymiz. Xo'sh, qadrli ko'rmalarimiz, Güzel Hayat programımızda bu songa tanlangan mehmonimiz zodi kimdi? Birlik ko'rib boqaylik. Marhamat. Bu kim? Qo'shilimiz hajatida siz qanday bo'lib bizning programmamizga qatnashib qoldingiz? Oy, mening yanım başqa nurg'un güzel arzu armanlarım var. Şu arzu armanlarımni amalga oshirish uchun bu sahna. Yo, to'xtang, rasizmi? Yana ajib o'zimni ko'zga ishonmay qolyapman. Ko'rmalarimizga salomingizni yo'llab eting. Andan paransaylik. Salam ekran oldidagi barliq aziz ko'rurmanlar, meni izchil qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlarim
Güzel Hayat programımız arqılıq sizlər bilan yana bir qıtım didarlaşqanımdan nəhayət xoşalman. Mən Xasiyət Qurbandan hammalar otluq salam. Wow! Qarşı alımız. Məni tanlab bolğandan keyin müşü çögültüb bir numarını məngə əpəsiniz. Bizning çoğ ekranda sizning tanlagan müşü numardakı vəzifəniz çıxıdı. Vəzifəniz çıxandan keyin bilgəndən keyin onu qaytadan tanlashqa və voz keçishga ya o'ylanishqa faqat ruxsat yo'q. Cho'qimli qilasiz degan gap. İş qilib men bu yerga keldimmi? Men tizimlatib hamma qiyin o'tganlarga o'tishga bilimchim bog'lab keldim. Bo'ladi. Unda bo'lsa 3, 2, 1 tanlam. Wow, maqbəsiniz. Xo'sh, 5-numur. 5-numurluq vəzifə zadı nimdə bizə bizim çoğ ekran arqılı görüb baxaylı. 12 saat vaqtının içində tamaq toşuş deydi. Bu vaqtda işin tutub vəzifəmizni başlap getəylik. Sizin vəzifənizni başlap getəylik. Qalamda xasiyyətdə. Xoş qədərli görmənlərimiz ona bolsa xasiyyət adamga berilgan 12 saat vaqtının içində hesabda verməy. Tamaq toşuyalımdı, toşuyamamdı. Həmmimiz birlikdə görüb baxaylı. Bu sanımız çoxum qızıydı. Qadrli görmənlər ko'rayotganlar Chanja guruhi xos nomini olgan Güzel Hayat programmasi. Men do'stlar Almira Farhat. Bu san programmamizda zodi kimi, ya'ni qanday qiziqarli ishlarni qildigandi? Qanday vallahi degan teyilganlar xayrlik bo'lsin. Diqqat qildigan ishlar tunugunga o'xshash, yana bexatarlikni cho'qim birinchi o'rin qo'yishinglar kerak. Chunki yo'l terliq. Ikkinchidan mulozimat. Tunugun bo'yan bir qancha to'suvchi ben jarimanı az qo'yayotgan bundan keyin to'suvchisa jarimananglarni yig'iltma. Uchinchidan maskani yaxshi taqinglar, mulozimatni birinchi o'rin qo'yinglar. Endi yenkagan bolalar yo'lni o'rtasida men oldiga ishlar olib qo'yatdi. Cho'qim yo'lning chetida amal va piyoda yo'lda menlar. Bir qatimliq yo'lni o'rtasida menishinglar, yuz qo'y. Qalpoq kiymsanglar, yuz qo'y. Tamoqni vaqtida apramay to'suvchisa, yuz qo'y. Bu chatda diqqat qilinglar. Bo'ldi, boshqa suhbatimiz ko'rib Mava bizniki tamoq to'shiydigan app. Buningga vazifa tushgan vaqtida rad qilishga bo'lmaydi. Rad qilsangiz jarimangiz bor. Tamoqni yetkazmay turib besivatsangiz jarimangiz bor. Xaridor to'sib yotsa, uning jarimangiz bor. Undan keyin avaydan yo'lda motor minishni o'tib qo'ydim. Amal va piyoda yo'lda men yashanganlar bayada signal urma. Sizni boshqa bolalar tanimadi, sizga qo'shimcha tushuntirib bilmagingizni, ya'ni men siz so'rasiz deb berdim. Sizga omad yer bo'lsin demsa. Jarimansiz va deb qo'rqitdingiz. Silmada ajab cho'patasizmi? Siz nima qancha ish qilishda ko'zim to'tlamam, yana siz qarab turyapman. Xotirjam bo'ling. Cho'qim ishlar joyiga qurdim. Silmada siz ish nima lekin cho'patasizmi? Nima qilamsa? Jo'yo. Yalan bize sokak gerçi aptal boğan bilen. 让我心爱的小摩托， Şimdi de biraz doğru bir cevap aldım. 让我心爱的小摩托。 Qadrli görmənlər ko'rayotganlar Chanja guruhi xos nomini olgan Güzel Hayat programmasi. Bu san programmamizda danlayotganimiz Xasiyət Qurban. Kızım ekansiz bu. Bugün yine çıkıpsızlar işte. Can yaraysiz bunu. Doktu gepli cuma bananda. Tok karmapsızda. Talın bağlı kılığızda. Bu yaman jirak yanan talını berip tur sizge. Abla, vaqtni to'shadib qopti. Tamoq bormishida? Bor. Meniki nima pishiltimi? Qanaqa qilasiz buni? Voy, menda asirmaga deyman. O'zim ta'minlayman. Mana hozir hisobda atamoq bilan velosipedni almashtirib berib, mobil modda sekilni o'zi ketmayishgan-da. Nima yaxshi.
xosiyatida. Qanday rahat. Shunday yaxshi o'rnashtirib. Qat'iy kechirim sizlardan oboy 5 daqiqa tushdingiz, og'irdimi? Bo'ldi qilaylimi yana? Bo'lmaydi. Doqinmoq oldi, siz chiqmaydi yo'lda. Mushumi men uchun bir fursatga. Qo'lchiligida. Bek to'g'richangizga rahmat. Sizning keyiningizda biz bor. Aytishimiz. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Changja guruhi xos nomini olgan Güzel hayot programmasi. Bizning programmamizda qatnashgan dangliq artistimiz Xosiyat Qurban. Abayatim shu xosiyat edimiz, mush tamoqlarni to'shib kelyotdi. Bil o'zinglarni ko'ringlar nurg'un japalan tatdi. Uningdan boshqa hozir biz shu tuman gulligining qorosini ishlatib turyapmiz. Bu tuman qorosida tamoq buyurgan xaridorimiz 3,5 soat bo'ldi. 3,5 soatdan beri xosiyat edimdi. Tamoqni akib bulamidi, balki hozir ustiga chiqib qo'liga tamoqni tutsa xaridorimiz ochiqlab ketishi mumkin. Endi qanashlar yuz berdi, davomli yana ixtiloflar ehronimiz bo'lsin. Biz hozir xosiyat edamdan ketishini kutaylik. Xosiyat edam kelsalam, biz birlikda ayishib chiqib baqaylik. Shoshtiringlar. Xosiyat edam kelishim. Oy, ishni faqat ochaman. Men mashinani to'xtatib qo'y yerni. Voy. Chiqdimmi? Mana biz hozir hammamiz birlikda xosiyat edamning keyin ayshaylik. Endi qanday yuz berdi? Men qilsam men chiqimdan siravatman chunki men tomoq buyursam 3,5 soatdan keyin akab bersa balki sal ochig'im kelishi mumkin-ku. Xayrida. Qanday ma'lumotda? Voy, o'xshagan bir tomoq quroqlar bor bu yerda. So'rab keldi u. Xosiyatdan olib bor. Yaxshimi edi? Yaxshi, rahmat. Ko'p rahmat. Xayrida xo'shab ketaman 3,5 soat oldi edi siz kechikdingiz. Mana to'ktugib kelsa, elim yutib ekanmini men so'rab ara keldim. Yana kelib men 5-chi qavatdaman. 5-chi qavatdiki? 5-chi qavatma tushagan deyman-da. Avval bir chiqib qolgandik. Qoldim yana tushib ketdim. Ayrim deyish. Qopolman filmida. Program ko'rib ishlash ko'rsa ko'pdan ko'p. Men qo'rquvda tentiratib bormaydi. 15-chi qavatga buyursam oldi. To'qim 7 bo'ladi-da, uni 7 bo'ladi. 15-chi qavatga. Lan Rusya paketinden Ben motor söyleyip geldim hayır. O ses yapsın. Birinci hıcıl bu vaat ve şişesi könlümle kapatıdı. Hıcıllıkımdaki bir kapatıdı cümlede. Ben hoşluk dedim. Yok, hoşluk demez. Anaklar. Makancılık yapardı eklerim bilmeyin. 3 saat geçikken şimdi tılap teskiyim. Tılap giderim. Vay imdat. Yaxşınızı tam Ama keldim ama. Mesela sabah 3 saat oldu. Bolda tozluk ettim ama yine. Neden buldun? Yaxshimisiz? Hasib qilmadi. Sizga mushqasi yumshoq ketdi bu. Tam qilib qilsam men kechiktirib qo'ydim. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Fursat bo'ldi. Fursat bo'ldi. Nasıl Yo'q. Uy kiraman. Rahmat sizga da. Bu yo'q, yetmadi. Yo, ishim bo'lmaydi. Ma'qul, xo'sh. Men bugun boshlab tomoq buyurib qolsam, balki ular suylamay majbur. Kechib qolsam to'g'ri tushunaman. Of, voy. Voyjon. Bak umaqa. Mana texmey tugidi. Voy, ada siz ham turibsiz bu yerda. Voy. Sizmi bir şey keldingizmi? Ha, bu tamoqim bor, vazifam bor, shuni qilib hozir men beka bo'ldim. Mashin. Ha. Beka bo'ldingizmi? Ha. Qo'ying. Bugun men bir cho'ng yordam qildingiz, sizmi siz mehmon qilaman.
Unchalik ishni qilmamdiq. Yo'q, juring. Ma'quldang. Tomoq yeymiz deb. Xiyoliy mashqda hozir mana bu xizmat, tomoq tashish vazifalar unutib ketdi hozir. Faqat ilaqi odamgarchilik, men obay siz yordam qildingiz, men sizni mehmon qolayda. Baba ishlayapsiz, yo'q deb unimay aytmang. Abafdan shu banada biza istig'roq qo'sqin to'xtatib, tomoqdan yeyapsiz. Bizni saqlab turaylik. Bir vaqt tomoq yeyishning bir baxil bo'lib qolishni qo'shilib tutmarman hozir. Rahmat. Yaxshisizlar. Men tomoq yeyishlar. Nima yeysiz? Men nimbos bo'lardi. Nimbos bo'lardi degan tomoq. Nimo, bu yer shu to'qol. Cho'ntaqsini yeb bo'lmaymiz. Cho'ntaqslik to'qol qo'yamiz. Hozir qiziqcha kelib, acham xursab ketdi. Charchab ketdi. Sizni bek charchadingiz, ukam sizlar bek charchaydi ekansizlar. Voy bugun bir kundilar men butun japoyinglarni bilib oldim. Birisi 3 soat kechiktirdim. Bunday biraz xaridor, ba'zi xaridorlar to'g'rishangan bilan ba'zi xaridor. Ularning to'g'ri. Tomoq chiqdi. Voy, rahmat. Bu yerda 2 soat yeymi bu tomoqni. Paranglashib, mungdishib. Vaqt oz qolgan sari xasiyatidan vaqtini unutib qoldim deyman hozir. Buni ularga jiddiy vaqtda buyuraydi tomoqni. To'g'ri. 3 soat kelmagandan har qanaqadan bo'lsa xap bo'ldi. Burnilqi mashina desak biz ashtaq orliqdan o'tib kelsa, nimda putlashadigandu, nimda nermama degan yerlarimiz bor endi. Çay içen? Ko'ngil kelmaganda xaridor bizim desa. Yo'q, kelmadi. To'g'ri oldimi sizda? Keyin tonib oldi. Yo'q, men ishni yapatdi yuzimga. To'suq qilmay, men ammayman tomoqni 3 soat saqladim da. Bir sandıqda 7-8 adamdan tamoq qo'ygandan keyin red bo'yicha opirmiz-ku ba'zida. Ba'zi to'g'rishanmay, bu tamoqning uzangiga telefon qilish sil kelmasanga. Mail deymiz ba'zan o'zimiz xato qo'ygandan keyin 30-40 tamoqni yeyitimiz xususimiz ashlandilar. Tamoq. Lekin ba'zi tamoqlar 1-2 kilo tamoqlar. Bu uzangiga tapqilni qaytirib beradigan ko'ngil ish qilib to'lib tursak biz. To'g'ri. Ashtaqdagi abay rasmininkini ammadi. Men to'suq qilib bo'ldim. Tamoqni o'zingiz yangda ishlaysiz. Ammasa shu bizga hisoblanadi. Uni sizlar mashinalarni to'laysizlar. Voy, men ham dan chiqib ukam. Men tamoq pulingizni to'layapman, siz meni yeyotmayapsiz. Voy, yo'q. Bunday hozir. Yo'q. Yo'q, kechikib qolsam buga aram nechtal danzam bor. Resmi turasizmi? Xasiyatidan tomoq to'shish jarayonida men jiddiylasib miyada. O'duq kitib bormay, xuddi bir meniliqqa chiqib, men xohishdagandek his qilib. Qadrli ko'rmalar, ko'ratqanlar Chanja guruhi xos nomini olgan Güzel hayot programmasi. Bu son programmamizga bizning dağlıq artistimiz Xasiyat Qurban qadam tashrif qilib keldi. Shunaqla Xasiyat adamga berilgan bugungi bir kunlik vazifada asa 12 soatda, lekin 12 soatdan oshirib yetib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, yana ham o'zining vazifasini tamomlab bo'ldi. Abayatdan Xasiyat adamning yindagi operatorlarning xabar qilishicha, hozir mana shu boray tamoq to'shish supsiniki shirkatiga oz qolganligini aytgan, shunga biz hozir bu yerda mashina ichida saqlab turamiz. Xasiyat adam kelgandan keyin andikin biz birlikda shirkatda ish chiqiraylik. Ammo bugun islamatan apam oz qolgan yana motorning tegida qilamdimmi? Ish qilib sizlarmi? Hamidinglar meni oqibdan g'ingli qilib qada qildi desam. Ammo lekin motorning notisini berib ekansizlar, menga xap. Apam bu faqat bo'lmadi bu. Atiyanning qapqagan azabni az qolgan qarab ketib olgan nimaning. Chiqib sizlarmi japatatdinglar, men japatatdim. 12 soat vazifamni 16 soatda o'tdim. Kuchayga tamoq to'shibdim, ammo lekin
Birisidan ağıştılıştırma, ikisiga ağıç yol veriptimi? Voy, sening jafolik xizmatinglar hep Almira, hep. Taz yaxshi emas keş olganda. Apam! Mana bu yoqda. Aldırmay şunu da aldırmay. Göpek çapa tatlımız. Ha? Göpek çapa tatlımız. Nerede duranı bikarım sen? Açığım kepti. O yerde aldırmay. Yeni bir gün calam çok ye. Şunday qilinglar faqat xonmadim men motoni minib. Motoning eng notisini berib turib tikkuchardek mangdigan. Oy, tutma, oy. Mayli, tutma. Mana mishani shunday o'ynab qo'ysangiz o'ynab kutkizga emasmi bu? Ha, qanday bo'ldi ekan? Gazetede Hosemlik moto, sana rahmat. Kol koydum eden sizge. Eli minib. Patat tağını bu taskatın şat vetkili bu motoni. Ben geldim. Daha bence olsun rahmet. Lekin bugun haqiqatan mayli sizni xizmat jihatdagi pozitsiyalaringiz bo'lsin yoki xaridorlarga qilgan muomalangiz jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan bizni shunchalik ta'sirlantirdingiz ham bugun chapotatdingiz edi. Chapotatdim rasmini o'tirib olay. Bek erib ketdi. Moto faqat gap olmaydi ekan. Yig'iligingiz bekor emasmi? Sizlar yig'indog'i deyman a. Sizlarni bir yig'inlarni anglab bo'lgandan keyin boshqa ishlarimizni qilaylik a. Sizlarning xizmatinglar jaborliq ekan. Voy, ma do'ppilaringizni qaytirib bersangiz bo'ladi. Lekin sizlarningki O'sha bilmaydigan-da. Yana birdan turishni tortib qo'yib bo'ldi. Sizlarning xo'ja bayonlarni tushundim. Endi gap menga keldi. 12 soat bayga vaqt hozir 16 soat bo'lib ketdi. Meni qanday qilmaysiz? Ya biz qo'yib deymiz, yolg'irimiz bu. Siz meni o'tkazinglar. O'tkazinglar, o'tkazimiz ham bo'lmaydi. Tovoq tushmaymiz bo'lmasa. Qani undasi ko'pchilik sizlar mana o'sha hayajonlandinglar aqchon. Xosiyat Qurbonni hammamiz bilamiz. Biz yaxshi ko'radigan, bizga xushallik ato qilayotgan, ma'naviy zo'q berayotgan, shu bilan bir vaqtda o'ziningki aktyorlik, artistlikdan boshqa rejissyorlik roli bilan bizningki qalb to'rimizdan o'rin olgan bir suyimli san'atkorimiz. Xosiyat Qurbonning alayda mushundaq bizning programmadagi mushundaq alayda bir ahvol bo'lmasa, biz Xosiyat Qurbonning motosiklet minib tamaq to'shigan holatini balki mangu ko'rmasligimiz mumkin. Unda xususi Xosiyat Qurbonni zodi nima sabab bu yerga olib keldi? Uning mushundaq o'ziga jang e'lon qilib oxirlashtirishchi bo'lgan mushu mushaqqatlik jarayonlarni davomlashtirishga nima turtki bo'ldi degan savollar kalanglar baqchan. Men ish qilib qo'l qo'ydim. Haqiqatan o'zining orzusi uchun, o'zining qalbiga tukkan shu maqsadi, shu ifodalamoqchi bo'lgan gap so'zlari, yurak so'zlari uchun shundaq ajr qilganiga xo'sh bo'ldim, qoyil bo'ldim. Apandilar, qanday his qilganlar gap so'zinglar bo'lsa, qani marhamat. Xosiyat adimizniki shu Tiyojan tanlab o'ziniki sinab baqqanni ko'rib beshidil men tanlamaydi deb o'ylaganchi. Bu tamoqni to'yishnichi. Lekin chiqqani unimaydi debchi buningga. Chiqqandan keyin o'ziniki g'ayratiga bir xo'sh bo'ldim. Hamda xosiyat adimiz bo'lsin shu xalq idrob qilgan ko'p qirliq artistlarimizdan birisi. Dastlabda xosiyat adam shu chiqqan vaqtida saniga baga vazifani meningcha rad qilib o'tdi deb o'ylagan. Anikin vaymay satgan jarayonda 12 soatlik vazifani 16 soatda o'rindab nuqun japatat qilib biz ko'rdik. Men o'yladim hozir meningcha bu bek muhim arzu bilan keldi deb o'yladim ham hozir. To'g'ri. Men Xosiyat adamning videosini ko'rgandan keyin o'yladim demiş Xosiyat adamning bir arzu armoni bormidi deb gumonlandim. Nima bilan kelgandi? Shuni qiziqyapsizlar? Endi o'sha dastlabda boshladigan vaqtdamış Almiraga deydi, bir narsani tatdi. Tatganda nima chiqishidan qat'iy nazar men cho'qim ish qashiraman dedi. Keskinligida men ajoyib bir tuyg'u bo'ldi. Yüzlik qila oladi ekan deb. Endi 16 soat endi ko'cha yurdi-da. Moto minib yurgandan keyin texada to'ndiq odam so'qda. Hem bürümcünün soğukunu yüzümüz bilimiz. 16 saat turuştan üzeye mi, motominişten başka, o bir başka iş. Demek tamamladı aşinasını. Ben de nurgun neslini görem ama bugün hakikaten asametlikini his kıldık. Bir saat biz bir yere apırıp bakalım ne. Motorun bizim meydap bakka.
Lappanishga deb aplab yana bir yerlik appa dedi. Delib nima qilib bulanmay. Demak, ajoyib bir xil keskinlikni his qildim. 我觉得他这个也大冬天的骑个这个自行车也挺不容易的啊，而且这个手套也没戴。你注意到这个细节了啊？这个因为外卖在外面这个冬天的时候一定要做好防护嘛，是吧？手啊脚呀都很重要，其实也挺辛苦的。我觉得一天作为一个女同志，能完成这样一天的这样的一任务，也挺好的。真的不容易啊，不容易，不容易。真的是。Hoş geldiniz bugünkü alaydı mehmanımızı alkışlarımızla sahnemizi destek alımız. Merhaba. Merhamet. Hoş geldiniz, karşı alımız. Rahmet, hoş bulduk. Bizimki Güzel Hayat programımızga her saha, herkesteki dostlarımız özlerinki güzel arzu armanlarını, köngül sözlerini ilip kelivatıdı. Bizler kıytımlık şu illiklikka tolgan arzulardan, köngül sözlerden, keşmişlerden hayacanlanıp turvatımız, ilham ilvatımız. Bugün Xasiyetemning programımızga kelip muşu japalık ötkelini tamamlaganlıkıga aldı bilen alkışlarımız bilen bir özümüzün qaylıqımızı bildireylik ya. Bayat tövende otağa efendiler əmisi sizin ait japa tatqanlığınızı aytib, qayıl bolğanlığını aytib, pərəz qilishdi. Qanda arzular bilan kelgende Xasiyet Qurban bugün deb. Əmdi özünüzning muşu ötkelini ötiş jarayonidagi hissiyatınızı anlap baqaylı. Ben pek çok güzel arzu arman desem pek işip gitdi. Hem güzel arzu arman hemmimizde her vakit var o. Hem de menenki yetmekçi bolgan maqsadım nemdi desem ben özüm şu oylagandek hem de bek qiyinlik darajasi bek yuqori emaska, lekin shunda olsa-mu eng qiyinlik darajasi ekan desa u moto minish qilish u jismoniy jihatdagi qiyinchilik demaymiz. Bir odamning ishining oldiga bormoqdan ta'sis yo'q ekan. Unda Xasiyet Qurban xanım bugünkü Güzel Hayat sahnesiga zadi qandaq arzu armanlar bilan keldi? Alaymiz. Arzu armanlarım bekcik. Hamda men izchil turda mayli sahnada ekranlarda bo'lsin yoki parda oqisda rejissorlik xizmatimda bo'lsin, izchil turda xalqqa bir xo'shallik ato qilsam, xalqning ma'naviyatini beyitsam degan umidda tirishyapman. Buningdan keyin davomli turda xalqimga texmi ko'plagan xo'shalliklarni ato qilish uchun, ma'naviyatini texmi beyitish uchun, texmi aktiv energiyalik filmlarni ishlab jamiyatga sovg'a qilish uchun texmi tirishaman. Endi bugün programıga kelishdagi maqsadni qanday tushunamiz shundaqda? Arzuyum abayqi degandek texim yaxshi nadir asarlarni yaratib xalqqa ma'naviy zavq ato qilish. Maqsadim meningki bugungi kunga qadar mush sahnada put terib tura olishim, ham shundaqla kasbim davomli turda izchillashtirib tura olishim, keng xalq ommasining izchil turda meni qo'llaganligi, meni yaxshi ko'rganligi, menga har vaqt madad berganligidan ayirib qarg'ili bo'lmaydi. Mush munosabat bilan meni izchil qo'llayotgan barliq aziz tomoshabinlarimga, aziz xalqimga eng cho'nqur rahmatimni va minnatdorligimni bildiraman. Güzel arzuken. Ben təsirləndim arzudan. Belki nurgun kişiler deyişi mümkün. Xasiyet Qurban bu sahneye çıkıp demişsin o özüge gülsünganlarga, alqış yaratganlarga her qaysı faaliyetlerde rahmetin davası bulduğu dep oylaş mümkün. Lekin bu rahmetning pek salmıqı çoğ. Çünkü bay degenge o'xshash xalq e'tirof qilgan, alqış yaratgan kişiler her qachon her millat xalq ommasidan minnatdor bo'lib yashaydi. Bizga alqış yaratgani uchun qanday qilsam rahmat aytaman, qanday qilsam ularni texmi xushal qila olaman deb o'ylaydi. Mendimi shu hissiyat bor. Men uchun alqış yaratgan har bir kishiga ayrim rahmat aytgim kelib ketdi. Lekin u fursat bizga bo'lmadi. Bu sahnada ekran orqali texmi ko'p kishilarga mush hissiyatni ifodalab berishmi bek go'zal ish. Demak, sizmi shu masalan men sizni kesbida yuqori halqaga yetdi deb qarayman shaxsiy ko'z qarashimda. Rahmat. Men o'zim shaxsiy ko'z qarashim. Endi sizningcha mush kesbingizda shunday qutqazishingizning sababini siz izchillik deb qaramsiz?
izchillikqa qo'shilgan tirishchanlikqa qo'shilgan ta'lay deb qarayman. Tirishchanlik va izchillik birdir. Yo'q. İkisinden qanday farq? Bir qitim tirishib to'xtab qolsa. Shundaymi? Tirishdim, men tirishdim, bo'lmayotdi deb, masalan, bir hafta tirishgan. Yetarli emas. Yo'q. Bir hafta bilan bir oyning, bir yilning farqi bor. Demak, izchil tirish bilan ta'lay deb qaraysiz. 也许高昂先生应该也有这种感觉，就是作为艺术家，每当你在不管是在各个地方，在舞台或者在屏幕上演出的时候，唱歌的时候，会有很多粉丝为你鼓掌。所以像哈斯耶蒂姐一样，有这么一个机会的话，可能你也会利用这个机会感谢你的粉丝，感谢观众吧，应该有这种感觉，对吧？这是肯定的，因为我们作为这样的观众是我们的衣食父母呀，他们把我们一手这个支持起来的啊，我们觉得应该是分阶段式的表示感谢。因为在后期可能还会有新的人继续支持我们的工作啊，我觉得就是表达谢意是我觉得是最起码的，是应该的。Muşu Çin hissiyatı bilen meni qo'lladinglar, meni itiraf qildinglar, kamchiliklarim bo'lsa ko'mask saldinglar, kechirib etdinglar, meni o'z otam, o'z onamga o'xshash qo'yninglarga oldinglar, men uchun olqish yangrityapsizlar, men uchun yaxshi tilaklarni bildiryapsizlar. Sizlarga rahmat deyishning o'zimi menimcha bek go'zal ish. Rost gap qilsam bek yig'ilg'im kelib ketdi. Aş gapni moran degandim, rost haqiqatan bizga mush sahnaga shu xalqning olqishi, xalqning qo'llashi, xalqning bizga bo'lgan madadlar bo'lmasa, bizningki bugünkidek ko'klab har vaqt sahna puttirib tura olishimiz mumkin emas. Shuning uchun biz barliq san'atkorlar Malla emas, meningcha barliq san'atkorlar davomli xalqimiz uchun texmi yaxshi asarlarni, texmi yaxshi xo'shalliklarni ato qilish uchun keç gündüz tirishimiz. Xasiyat Qurban xonimga rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat aytaman, chunki mening eng go'zal orzuyim faqat tamoq to'shib o'zimni sinab beqish emasdi. Mush sahnaga chiqib, xalqimga yana bir qatam rahmatimni bildirmoqchi edim. Menga fursatni yaratib bergan Güzel Hayat programmasiga barliq xizmatchilarga, shundaqla barliq mush programmani qo'llab, programmaning ro'yobga chiqishiga kuch chiqargan barliq korxonchilarga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Xasiyat Qurban xonimninki bu suyumlik oldiga nisbatan ko'pchilikning deydigan gaplari baqchan bir anglab baqaylik. E'tibor to'g'ri so'z yartisi. Xasiyat aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Albatta, eng oldi bilan sizning sahnaga kelganingizdan sizni ko'rib xush bo'ldik. Biz shu xalq ichidagi bir tal xalq bo'lish sifatimiz bilan hammamiz sizni shu qadar yaxshi ko'ramiz, shu qadar so'yimiz. Endi boyoq sizning shu go'zal orzularingizni anglash jarayonida desa, menim shundaq bir yiliqi hayajon qo'zg'adi. Nimishqa degan vaqtda bir o'rtoqlik meni tang hayajon soldi. Nimishqa bu qandaq bir o'rtoqlik deganda, balkim bu xalq nisbatan ilib aytgan vaqtda mayli san'atkorlar bo'lsin, cho'lponlar bo'lsin, yoki korxon qilayotgan shirkat, korxonlar bo'lsin, mandaq bir nayt o'rtoq taraf bor. Ya'ni biz xalq asosida paydo bo'ldik, taraqqiy qildik, cho'ngaydik. Bizning texmi yaxshi taraqqiy qilishimiz uchun desa, sharoitlar hozirldi. Yana bir o'rtoqlik deganda, mayli cho'lponlar bo'lsin, mayli korxonchilar bo'lsin desa, partiya hukumatning tarbiyalashi yoki korxonlarga nisbatan illiq bir siyosatlarni yaratishi degandek mushundaq bir munbat tuproqda paydo bo'ldik, o'sib yetildik, xalq buni qo'lladi, xalq bunga kuch berdi. Demak, eng oxirida desa korxonchi, cho'lpon bo'ldi. Demak, mana mushundaq bir siz mush arzun degan vaqtda desa, albatta mayli bu faqat mallam emas. Barliq mushu Şinjan diyarida savdo qilayotgan, korxona qilayotgan, Şinjan diyaridagi mayli ichkari o'lkalardan kelayotgan degandek barliq korxonchilar o'xshash holatda mushu diyorda har millat xalqidagi bizni qo'llab-quvvatlayotgan, bizga yana davomli bir taraqqiy qilish fursatini ta'min etayotgan, qo'llayotganligiga barliq korxonchilar o'xshashlar tang bir rahmat aytamiz.
Tatlı xansiye dede yaxshi tutdingizmi? Yaxshimisiz? Mush oldi bilan mush sahnaga kelibsizmish butun xalqqa o'zingizning minnatdorligini bildirish uchun kelibsiz. Men rosam hayajonlandim. Ichingizdan chiqqanligini men his qilib bo'ldim. Og'zingizda emas, ichingizdan chiqqanligini. Endi sizning uftuq qazinishingizni men bir nechta taraflik bog'lab qo'ydim. Siz boya ta'li dedingiz. Bu ta'li degan narsa 30 yildan yo'q kelaveramdi bu. Kelaveramdi. Bu ta'lini keyin nima bor? Sanlar aktivlik, tashabbuskorlik deydigan bir narsa bor. Biz yeterlik aktiv bo'la olsak, yeterlik tashabbuskor bo'la olsak, boshlarning pursini o'zimizdan qila olamiz. Agar biz passiv bo'lganmiz bir ishqa, o'zimizning pursini boshlar bir yuz o'tiramiz. Shu barliq xalqimizda barliq passiv odamlarni aktivroq bo'lishga, qizg'inroq bo'lishga chaqirman mush orqali. Shunday ta'lilik bo'ldi siz degandek. Endi izchillik qitilib ketdi, shunday qazdim menga do'stlarimiz. Endi yana bir narsani dedingiz siz. Va'da berdingiz. Texim minnatdorligingiz bir bildingiz. Endi butun xalqning orasida men bundaki manda tirishib, nadir asarlarni ro'yxatga chiqarish tirishiman dedingiz. Men intayin bir yaxshi so'rin. Va'da bersa, adam nurg'ullik odam nima uchun va'dasini, nima uchun arzu-armonini ishga oshirolmaydi bo'lsa, ashni ifodalab chiqarib yetolmaydi, demaydi. Shuning uchun ishga oshirolmaydi. Intayin oddiy sababi. Mana adimiz necha million xalqning oldida ifodalab chiqarib etdi, chuqumlam ishga oshirdi. Bumuz nima deb o'ylaymiz? Xansi dedimi yolg'on so'zlab qo'yib, "Juma fulatga o'xshaydi" deymiz. Demak, bundan keyin texdimi go'zal asarlarning barliq kelishiga men ishondim. Intayin ahamiyatli yaxshi so'rim bo'ldi. Sizlar shu o'zingizlarniki bir obrazingizlar bilan korxonchilik bilan shug'ullanayotgan korxonchilarimizniki mahsulotlarini tashabbus qilgan, tashviqot qilgan, e'lonlarga chiqqan holatda mahsulotlarning biri o'zingizning obrazi bilan mahsulotlarniki obrazini ko'tarib berganingizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Changzhe. Yaxshimisiz xosiyatida? Yaxshimisiz. Endi xosiyatidamni burun televizorlarda ko'rsak, mayli ito'tlarda bo'lsin, san'atkorchiliklarda bo'lsin, bizga liqnaydi keskin bir obrazni ko'rsatgan, shundaymi? Bayma bizningki programma vazifani bergan vaqtida siz intayin keskinlik bilan cho'qim qilma deb boshda bir keskinlik bilan chiqdingiz. Agar sizga uningdan ig'riroq vazifalar kelib qolgan bo'lsa, yo qurilishchilik yo dehqonchilik qilish degandek, men qilamdingiz. Qilib baqdim endi. Uni qanchalik darajada qila olishimni bilmayman, lekin eng yaxshi o'zimning qurbim yetkidek darajada qilishga tirishdim. Siz ham bu programmaga Javr Japanni tatib qatnashib, shu xalqqa sizni qo'llagan, qo'llagan xalqqa rahmat aytishgan-ku. Meningcha shu minnatdorligingizning qimmati bor deb o'ylayman. Rahmat. Bundan keyingi san'at hayotingiz texmo utuqliq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Qalbidagi minnatdorlik tuyg'usi, har millat xalqiga bo'lgan rahmat so'zlari chiroyli fasonda deyilib, hammamizni ta'sirlantirdi. Shundan bir vaqtda bu minnatdorlik tuyg'usi bilan u o'zining farzandlarini shundoq tarbiyalagan. O'g'li bilan qizini shundoq yaxshi tarbiyaladi, yaxshi ona bo'lyotdi, yaxshi artist bo'lyotdi, yaxshi rejissor bo'lyotdi. Hozir o'g'lingiz Shanxaydami? Beijingda. Qizingiz Shanxayda. Chiqsishga o'qiydi. Ko'rishmagani qancha vaqt bo'ldi? Ko'rishmagani yozda ketgancha. Yozda bir boshqa o'zining kasbidan sirt yana bir boshqa dars yeyotgan bir ma'lum deb. Shu ma'lum dars yeyotdi. Kammayman men darsimni to'liqlayman, naqsh dars yeyotdi. Ha. Endi xosiyatimdan kelib, men kasbiyatdagi bu taraflardan boshqa meni bak qoyil qilgan yana bir tarafi, ikki farzandini bek yaxshi tarbiyaladi. Dəminiş vaqtida ma balını A kursqa, A balını ma kursqa şula işə shunchalik shu chepib yurib bolalar uchun ajr qildi. Mana mevasini ko'ryapti. U bolalarga shundaq minnatdorlik tuyg'usiga to'yingan bolalar bu cho'ng bo'ldi hamdi. Bolalarni shu ishki o'lkalarga o'qishga avatish, qarmoqqa uyu ajab islish qilibdi degan bilan onaning o'zi ishida biladi seg'inishni. Balalarni har bir seg'ingan vaqtda balkim balaga chandurmaslik uchun, uning ko'nglini yerim qilmaslik uchun "Voy!" demaslik mumkin. Xosiyatda odatda bek baturchu. Biz xizmatdosh qanchani qarsam noyat keskin, noyat aldirash, undan keyin xushal, jangovar altini ko'raman. Mening tunji qitim xosiyatimning yig'lig'ini ko'rishim. Chunki boy deganga o'xshash odamda
itirafqa erishish deydigan bir ehtiyoj bo'ldi-chu. Bugun hozir ko'pchilikning oldida o'zining hissiyotini, o'zining ko'ngildagi gaplarini degash, farzand tarbiyalash jihatdagi farzandlarga bo'lgan mehr muhabbati, fidokorligi e'tirofga erishganlik sababidan ko'z ish qilayotgan bo'lsa kerak, o'zining topgan jafolarining oldiga chiqqandek bo'lgan bo'lsa kerak. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mush fursatda biz har qanday jafo mushaqqatni baxtim deb bilib, farzandimning baxti mening mangulik muvaffaqiyatim deb bilib tirishchanlik ko'rsatayotgan shunday botir onlarga hurmatimizni bildiramiz. O'g'lingiz bilan jinim shu pingpong qilsak pek yig'lab ketasizmi? Qilmaylimi? Agar o'zi kelib qolsa-chu, kelinmaydi chunki u ma'lum darsni bek zich o'rlashtirib etgan. Asli qizimmi Shanxaydan Beyjingga akasining qishiga ketgan. U kichik bo'lgandan keyin Beyjingda bir oy turiblar. Hep qolganda men chidamadim, men boraman deblam keldi. Qizingiz keldi, o'g'lingiz? Qizim keldi, bir hafta oldi, aytmadi. O'g'lingiz kelmaydi. Lekin darsni bek zich o'rlashtirib etdi. Lekin biz hozir bir naqsha anglaylik unda bo'lsa. Bir yigitni naqshiga taklif qilaylik, undan keyin davomli deyishaylikmi? Biz onini ta'rifladik, onini madiyladik, oni to'g'risida bir naqsha anglaylik, undan keyin davomli qilmoqchaylik. Qani, marhamat. Ben bir xil ketdim bu, jinim. Qarşalımız. Sen mi gap qilmabsan o? Pek eskinsizlar. Oq qor kiying, oq chapan kiying, oq qor kiying. Halatni bekor qo'ymagan. Men daqa nimda u zalni chiqqanda qo'ydim. Men cho'qim oq kiying, men boshqa kiyim tayyorlagan. Ha bo'ptilar. Buyruqqa bo'ysunay debdi. Men asli maqsad qilibsizlar-da. Yaxshilanglar bu Fransiya aylamizda. Yaxshimisan Shada? Yaxshimi Ali aka? Yaxshimi musiqa tirdiki barliq musiqat akamlar? Yaxshimisizlar butun korxonchilar? Boshqa mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Kamran Kamildan sizlarga o'tliq salom. Bizning program guruhimizning taklifini qabul qilib, program ilish naq maydoniga kelganingizga sizga rahmat aytamiz. Biz bugun opangizdan minnatdorlik tuyg'usi to'g'risida pek go'zal mazmunlarni angladik-chu. Opangiz bu minnatdorlikni sizlarga o'rgatdi. Shunlashqa biz bu qasiyatimning ikki farzandidan minnatdorlikni har vaqt bilib turamiz. Tuvandagi naqshidanla biz Kamranning onasiga bo'lgan minnatdorlik tuyg'usini cho'qim eng yaxshi holatda his qila olamiz deb o'ylayman. Bo'ldi. Mush munosabat bilan opamga rahmat. Meni mushunchalik cho'ng qilganiga, mushunchalik xato qo'shganiga intayin ko'p rahmatimni bildiraman. Hamda opamni izchil qo'llab kelayotgan ko'rman do'stlar, agashkuchlari, xizmatdoshlari, atrofidagi do'st birodarlari hammasiga men opamga vakolatan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Marhamat. Perişteyken sen, ben onu bilmedim ben, yarattım ben, apa, daim seni özleymen. Ayım sen, yıldızım sen, karıttın ne yorulğam sen, daim albümünü içip, sürüttün gel, karaymen. Apa, canım apa, zar oldu senin edine. Kanguça purar edin, bolsan kaşımda. Apa, canım apa, ben salamet endişem olma. Ben yok kışımda özlemli.
işteyken sen ben onu bilmedim ben yiraktım ben ama daim seni ezleymen ayım sen yutuzum sen karıttın yorulgan mı sen daima bunu içi sürüttün yukarayman apa canım apa zar buldum senin itin ha kan hoca purar idim bolsan kışımda apa men salamet endişe olma men yok kışımda sevinip seni ben düşümde seni izleymen erkiletip ben söyler idim sen kütken arzuyum ben bana ilham vergücüm o sen capa çektin apa bunu bilme apa canım apa zar buldum senin itin ha kan koça purar idim bolsan kışımda apa canım apa ben salamet endişe olma düşüm gökür apa sen mi baltır Rahmat. Programımızın xas namını ağan Changzhou Guruyiga, programımızı alayda talab qilgan Xinjiang Shulobao şirketiga, programımızga alayda hamkorlashgan Etibar Tor Soda shaharchisiga, shundaqla programımızı alayda tavsiya qilgan Xinjiang Bug'da guruhi va Xinjiang Erqavul yemak-ichmak zavodiga alayda rahmat aytamiz. Qizimiz mi keldi-ku? Kızım geldi. Kızınızı mı çağıraylı, bırakıp tam hoşlaşaylı. Clara. Oo. Ötten. Bu bir aylık kişileri çolpan ameliyat üçülüsü ya. Hasretem ne yemimiz bilmez. Kamran mı kino filmlerde rol aldı, nakş etti, biz tunup getdik. Clara mı küçük vaxtida rol algan, kinolarda rol algandan başqa. Әммәдем менің есімді қалғаны bu айлығы қараңдық еліқи. Бейзан қыздың бәк әскір олақ. Өзі бәк ұмақ. Шындақ вайық еткізіп ап келген ұролыны ұмақ. Şuna bu perzentlerinin kalbidimi minnettarlık duygusu xasiyetemge okşaş tulup taşıdı. Menimce muşu minnettarlık duygusu bilen terbiyelengen balalar çokum elge vatanga yaramlık adam boludu. Eldin vatandın minnettar boğaşqa töküp koşuş ruhi boludu. Şunlaşqa sizlerdeki minnettarlık ruhinin aylanlarga texmi zor baxt ap kelishini, cemiyetimizge texmi zor muvaffaqiyat natija, illiqliqlarni ap kelishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ali efendimning hamda ular deydigan qandaq ko'ngil so'z bor. Ақырда қасиеттемге бүгінгі өткенлерден өтішер, яғни арзу арманлары тоғысыз немге бағылап бақайлық. Әмді мен Қасиет ханымны расқа қисам бір талант егіс деп қараймын. Менің көз қарышым шу. Әмді өзе тырышаллық дейді. Әм тырышқан бұл шу мүмкін, ama мен көріп бақмадым. Әмді расқа қисам да. Тырышқан ері көрмейміз да. Мен пәкәт әмді шу бір талант егісі деп қараймын. Кішік вақытымыздың башлап бізге сынғанда. Мен айында ойлаймын бір талант егісі деп қараймын. Бүгін күндемді чоңқырлап түшендік, мана камерамы азық заманғы лайық бір балулап туған нақшыларымы алақы үндейміз алақы. Еңі сұлтты нақшылыға мен үшініп кетмеймін. Қызчақмы чоңылап ту. Меніңше Қасиет ханымның бүгінгі чықшыда санап тусам оны чықетім міннеттарлық дейді. İşçidim bir xil bir nimdeyimiz bir degan bir narsa bor. Ma'lum nuqtaga aytganda nurg'un xushalligini shu o'zining kasbi orqali
xalqning e'tirof qilishidan obdan bir muhabbatni to'ynibdi-chu. Ashundan bir yuribdi ko'ngli. Keyingi kunlaringizning texmo ko'ngilli bo'lishini, xotirjam bo'lishini umid qilaman chin dilimdan. Rahmat. Qadrli ko'rman do'stlar, hayot to'limi go'zal. Hayotimizni go'zal qiladigan xurishlar nayt ko'p. Hayot mana bugungidek minnatdorlik tuyg'usi bilanmi nayt go'zal. Kelarki son programmamizga erishaylik. Xayr bo'lsin.